学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是您的老师谢吉拉阿斯盖。今天我们要学习的是第8单元的这个第2部分的目标大本营啊，第8单元第2部分的目标大本营。那同学们呢，把书翻开，首先是我们的一词多义啊，一词多义。那今天的一词多义我们要学的呢是通过，通过一共有几个意思间？一共有4个意思啊。1st通行穿过，那就是说我们的ötkenni manganni通过的一个意思。比如说通过这扇大门的不，通过这扇大门bu darvazadan ötseniz，bu darvazadan ötse的不，那或者说bu darvazadan ötüş degende那 ötüş， 那我们还可以说ma yoldan ötüş ma那 kesip ötken vaktimizde 穿过马路deymiz， 穿。那manga vaktimizde 我们就说通过deb desek buludu， 通过了什么什么，通过什么什么路deb desek buludu。好，这个呢是通过啊。第二个呢，这个议案等经过法定人数的同意而成立，那就是 bu ötti。那nimesinden ötti deymiz，指的是 ma'lum mushu adamninki sanidan jigan odamlar qo'shilib demdik, ma'lum sondagi odamlar qo'shilib anan degan qaror chiqarilsa, anan degan 或者说是 qurilsa uni 通过 deymiz。那 mushu masalan cho'ng yig'inlarni echib bir qarorni chiqarib那 ham tasdiq mushu o'tdi degan vaqtimizda， 那我们说什么呀？就是书上的这个词啊，通过决议啊，通过决议，那就是mushu qarordan o'tdi， 或者说是 hammamizniki mushu maslahatdan maslahat pishdi deganga o'xshash。第3个呢，征求有关人士或组织的同意核准，那就是 tasdiqdan o'tdi degan demakchi， 也是 o'tdi lekin ma'lum yoki tashkilot bilan yoki bir odam bilan shuningki o'lchimidan o'tsa uni nima deydi ekanmiz? 通过deydi ekanmiz。比如说我的资格审核通过了，我的资格审核通过了，那 meningki salohiyatdan mushu salohiyatdan o'tildi, hisobda bu yerdagi salohiyatlarni tekshirib bo'lgandan keyin o'tdi degan bo'lsa， 那就是资格审核通过了啊。那第4个呢，ishqilib oldidagi这个 birinchisi rasmiy munda mengib o'tganni 通过debdi, ikkinchi uchinchisi hammasi o'tdi deb masalan ya yig'indan o'tdimi ya tasdiqdan o'tdimi ya nimadan o'tdi degan chog'da 通过deydi ekan-da。4-chisida 它就变成了介词，那suhbat bo'lib表示呢以人或事物为媒介或手段达到某种目的，那就是说ma'lum bir vasita orqali这个 maqsadiga yetgan vaqtimizda， 那咱们说是通过hisobda buni nima deb tushunsak bo'ladi? orqali deb tushunsak bo'ladi。那比如说mendagi misolda nima debdi? 我是通过朋友认识他的 man do'stum orqali uning bilan tanishgan。我是通过朋友认识他的 man do'stum orqali uning bilan tanishgan debdi。这种病会通过空气传播， bu xil kasal nima orqali havo orqali 这个 tarqaladi debdi， havo orqali。那就是说通过呢 asosiyatdan有4种意思啊， 4 xil ma'nosi bor。 birisi rasmiy munda o'tish, mengib o'tish degandek。那 ikkinchisi uchinchisi都是 o'tish lekin bu o'tish是 ya tasdiqdan o'tish yoki bo'lmasa o'sha hamma odamlar maslahatlashib bo'lgandan keyin o'tdi degan vaqtimizda bunda qo'shildi deganda qarorlar chiqqan chog'da u o'tishga yana shu 通过 deymiz。 anan lekin 4-chisisi 就是 orqali degan ma'noda orqali。好，那这个呢跟我一起怎么样啊？读一下啊。通过这扇大门，通过这扇大门，通过决议，通过决议，我的资格审核通过了，我的资格审核通过了，我是通过朋友认识他的，
我是通过朋友认识他的。这种病会通过空气传播。这种病会通过空气传播。好，这是我们的通过，也是我们的这个一词多义的部分。那第二部分是什么呀？词句例示啊，词句例示。我们呢来看一下啊，我们来看一下。第一个，今天的词句例示一共有几个呀？一共有3个。第一个是每，第二个是下个，然后呢是到什么什么时候哦。不对，没有什么点呢，就到时候点，到时候。每的那么三，那这个地方说的是指特定范围内的任何一个或一组，就是 ma'lum doirdagi har qanday birsi yoki biror gruppa degandek har bir har avu har mavu degandek。那我们知道啊，我们在这个汉语里面的名词前面我们都会加一些量词。ismninki oldiga mushu miqdor so'z qilib ishlatamiz。比如说Uyg'urchada biz bir kitob deyveramiz， lekin那在汉语里面我们一书 demaymiz， 我们都会说一本书啊，一本书，一盏灯，一张桌子deb miqdor so'z qaytiladi。那每 har deb olgan vaqtimizda hamma narsaga mega bo'lavermaydi mega bo'lavermaydi。那keyniga nima narsani demoqchi bo'lgan bo'lsak, har deb nimani degan bo'lsak, shu narsaniki miqdori bo'yicha deymiz. Masalan, odamni biz 一个人 degan bo'lsak, 那就应该是 har bir odam degan chaqda 每个人bo'lishi kerak. 每个人。kitobni biz 一本书 degan bo'lsak, 那每ni qatgan chaqda 就应该是每本书啊 har bir kitob 每本书。那比如说bu yerdagi har bir kitobni men ko'rib boqqan desak， 这里的每一本书我都看过啊，这里的每一本书我都看过。那这个桌子呢 biz 一张桌子 degan bo'lsa， 那就是每张桌子，每张桌子 deyishimiz kerak。har qitim desak 每次，每次。andan keyin har kuni bo'lsa 每天，每天。har hafta 每个星期 deganga o'xshash。har degan vaqtimizda 就是这个每，那每。那这个怎么用的？我们刚才已经说了。那bunga biz bir misol olib baqsak, masalan, u ishlagan har bir filmga hammasiga amroq demoqchi bo'lsak， 他拍的每一部电影我都喜欢。他拍的每一部电影我都喜欢。或者说呢hamma odamninki o'zining shu tirishadigan bir nishoni bo'lishi kerak desak， 每个人都应该有一个自己的奋斗目标。每个人都应该有一个自己的奋斗目标 degandek。那再比如说，我们说每次个bir jumla desak，咱们生病的时候都会去医院，对吧？Ağrıp qalgan chaqda doktorxonaga boramiz。那每次呢，har qatam doktorxonaga borgan chaqda我都会觉得qanday his qilaman， salomatlik nima degan muhim deb mana shuni desak， 每次我去医院的时候，每次我去医院的时候，都会感觉到这个健康的重要性。或者说都会感受到健康的重要性，都可以啊，都可以。那这个呢是每。那andi mau kitapning ichidagi misolga qarab boqaylik。我每天早晨都会跑步debdi。man har kuni atdiganda nima ish qilaman? Yugurayman。我每天早晨都会跑步啊，每天早晨都会跑步。那第二个呢？明天你们每个人都带一张1寸照片来。Ada hammanglar， 也就是 har bir odam nima ish qilganmiz？ bir so'mlik rasmni olib kelinglar debdi。每个人ish qilib har debchi degan vaqtimizda每degan so'zni ishlatamiz。Endi ikkinchisi下个。下个degan vaqtimizda
那不님 bo'lib mangdu desa kelarki bo'lib mangdu kelarki. Biz mushu sha deganni o'rgangan vaqtida shang sha deb o'rgangan tuqqu. Na shaninki mushu kelarki degan ma'nosi bor. Bu shu kelar qitim degan vaqtimizda sha yitsi deymiz-ku. Na sha ge bo'lgan chaqda就是mushu ge bilan mushu ge degan mushu miqdor so'z bilan chega ishlanadigan jumlalarga keladi degan gap bor. Masalan, men kelarki yo'l eg'izida sizni saqlayman desam, 我在下个路口等你. 我在下个路口等你 desak bo'ladi. Andan keyin mush kelarapda o'quvchilar imtihonga qatnashmoqchi, mush putonhua chiqishiga qatnashmoqchi. Na nima deymiz buni? Kelar hafta oxiri qatnashadi bular. Na 我们就应该说下个周末同学们要参加普通话水平测试。下个周末同学们要参加普通话水平测试。好，然后呢yana masalanga men kelar oyda uy ko'chmoqchi desam, 我下个月打算搬家. 我下个月打算搬家 desak bo'ladi.好, endi kitobdagi misol qarab boqaylik. 下个月我要回北京. Kelar oyda nimish qilaman? Beijingga qaytaman debdi. 下个月我要回北京. 第二个呢, 下个星期就放假了. Kelar hafta ta'til bo'ladi, 或者说 kelar hafta bizni qo'yib o'tadi debdi. 下个星期就放假了. Ishqilib kelarki degan vaqtimizda 下个 desak bo'ladi. Yana 还有就是比如说像那个面试deymiz, o'zdirani imtihon yoki bo'lmasa ishqilib bundaq odamlarcha birdan kirib chiqib qiladigan yerga kelgan vaqtimizda kelarki keyingisi deb degan chaqda 下一个 deb chaqirdi. 好，那么第三个呢是到时候deganimiz是什么呀？表示到将来需要做某事或会出现某种结果的时候，那就是说 vaqt kelganda, ya'ni kelgusida ma'lum bir ish yuz beradigan yoki ma'lum bir ahvolniki ko'riladigan shu vaqtini 到时候deymiz. Vaqt kelganda degandek hozirdan tortib tirishim bo'lmasa vaqt kelganda pushaymon qilib qolasiz desak, 从现在开始就要努力，不然到时候就后悔了。从现在开始就要努力，不然到时候就后悔了。然后再比如说yana masalanga yana bir jumla tuzib boqaylik. Xizmatga chaqchaq qilmang. Bo'lmasa vaqt kelganda boshliq nima qiladi? Surishtirib qoladi desak, 不要拿工作开玩笑. 不要拿工作开玩笑，不然到时候领导会追究的。不然到时候领导会追究的 desak bo'ladi. Ishqilib shu vaqt kelganda deganda 到时候deymiz. Na kitobdagi misol qarab boqaylik. Ikki dialogga, 两个对话. 你们来的时候可别忘了告诉我. Kelgan vaqtinglarda, keladigan chaqda menga deyishni unutib qolmanglar. 放心吧, xotirjam bo'ling, 到时候一定跟你说。到时候一定跟你说。第二个呢，下个月我结婚，你能来吗？下个月我结婚，你能来吗？放心吧，到时候一定去。xotirjam bo'lg'in, vaqti kelganda cho'qim boraman. Ishqilib, vaqti kelganda degani nima deydi ekanmiz? 到时候啊，到时候。好，那这个内容完了，接下来跟老师一起读一下。我每天早晨都会跑步，
我每天早晨都会跑步。明天你们每个人都带一张1寸照片来。明天你们每个人都带一张1寸照片来。下个月我要回北京。下个月我要回北京。我们下个星期就放假了。我们下个星期就放假了。你们来的时候可别忘了告诉我。放心吧，到时候一定跟你说。你们来的时候可别忘了告诉我。放心吧，到时候一定跟你说。下个月我结婚，你能来吗？放心吧，到时候一定去。下个月我结婚，你能来吗？放心吧，到时候一定去。好，这是我们的这个词句例式啊。那下面我们来看一下今天的这个实用写作是什么呀？学填表格。那不和这个表格андaq deymiz jadval doim uchrab turdi mayli biz xizmat izlamdik yoki bo'lmasa在社区也好，很多地方我们都需要填这样子的表格啊。buni to'ldirish to'ldiradigan mushtaq ahvol非常非常的多，很ko'p。那以后你要学会怎么去填它啊。我们来看一下，首先bu bir nimaga desak就个人履历表，求职岗位的懂吗？birinchisiga就这个地方呢是求职岗位。那求职岗位的意思就是说siz ilaqi qaysi xizmat o'rindan这个xizmat izlab keldingiz demoqchi。申请日期呢就是iltimos qilgan числа，那就是qachon kelganingizni mushu ustiga yozib qo'ydik ekanmiz。那我们来看一下这里面的每一个内容你都要知道。姓名，姓名这个我们呢在第一册的时候就学过了，姓名是姓familingiz，姓名。那Shakila Asghar deganim就是我的姓名啊。那性别deganimiz jinsi，那就是siz qizmi yoki o'g'ilmi deganni。o'g'il bo'lsangiz nanning ichiga to'g'ri belgi urasiz，这个qiz bo'lsangiz女ning ichiga to'g'ri belgi urasiz。然后呢，我们这么横着看啊，出生日期，出生日期是你的这个出生，我们都知道吧，也就是你的生日啊，你的生日。tug'ilgan kuningizni miyaga to'ldirasiz。那to'ldirgan vaqtida以什么为标准呢？以你身份证上面的这个生日为标准啊。shu kimligingizda tug'ilgan kuningiz qanchinchi ayning qanchasi bo'lgan bo'lsa, miyaga shu vaqtni to'ldirasiz。好，然后身份证号，那 kimlikninki ostida bir牌子 numeri bo'ladi， 那就是我们的这个身份证号。身份证号degan o'ringa shu numerini kirgizamiz。籍贯，籍贯就是 sizningki yurtingiz， 那就是说yurtingiz ne bo'lgan bo'lsa， 那miyaga你的籍贯的标志是。那从大的方向来讲的话，我们的籍贯应该是新疆。那shahardan kelsak， 那就是什么乌鲁木齐呀、阿图什呀、喀什呀、和田呀degandek ashula sizniki籍贯ringiz bo'lib mavjudmi。移动电话，移动电话是你的这个手机号码bo'lib mavjud。telefon nomeringiz bo'lib mavjud， yanfon nomeringiz手机号码。下面呢，家庭地址，那就是这个家庭地址是 sizningki uyingizningki adresi，uyingizningki adresi。那men o'zimningki opam dadamningki bizning uyimiz mushu Otishdi, lekin men mushu Ürümchi'den bir uy ijaraga olgandim， 我租了一个房子，那我应该写我阿图什的这个房子的地址，还是应该写这个乌鲁木齐的所租的这个房子的地址呢？你在哪里，你就写哪里啊。Nerede bo'lsangiz shu yerdagi我 adresini yozasiz。联系电话啊，联系电话，那就是是是后面还有一个住址电话给。住址电话就是 siz turayotgan shu uyninki telefon nomeri uyingizning telefon nomeri deb tushunsak bo'ldi。下面一个呢，紧急联系人，紧急联系人deganimiz jiddiy mushu aloqalashuvchi， ya'ni
sizde bir ish bo'lib qolsa yoki bo'lmasa sizni topolmagan vaqtimizda kimni就是谁是紧急联系人，我只要找到这个人了，我是紧急联系人呢，本来阿拉格拉桑我就能找到你，你就把这个人填上去啊。一般情况下，紧急联系人我们都会填自己的父母，要给我们啥生的点联系电话，那联系电话是김농 텔레폰 number是吗？紧急联系人您给联系电话是주모 sizden gelmez。联系电话的degenimiz aloqlashish telefon numeri。然后呢，学历呢就是sizden shu o'qish tarixingiz。boshlang'ich o'qigan bo'lsangiz小学学历，那o'rta maktabgacha o'qisangiz这个to'liqsiz o'rta bo'lsa初中学历，o'rta maktab bo'lsa高中学历。andan keyin中专bitagan bo'lsangiz中专学历。大专bo'lsa大专学历，andan keyin oliy maktab本科o'qigan bo'lsangiz本科学历，研究生学历deb ma'lum，这个是你的学历。专业degan是sizningki maktabda o'qigan kasbingiz。你的专业是什么desa siz masalan 医生degandeklarni yozsak bo'lmaydi. Sizningki kasbingiz nima desa, mening kasbimni so'rabdi-da deb doktor deb yozib qo'ysa bo'lmaydi. Bu kasb sizningki maktabda o'rgangan kasbingizni 专业 deydi. Masalan, men maktabda这个汉语国际教育那o'rgandim，那我的专业就应该是汉语国际教育啊。然后呢，毕业学校就是 siz putlagan maktab qaysi maktab？ 那你是新疆大学毕业的，北京大学毕业的还是这个石河子大学毕业的？那 qaysi maktabni putlasangiz mishaga yozasiz。下面呢，教育经历的多，教育经历deganimiz就是sizningki mushu o'qigan tarixingiz。起止时间、学校名称、学历、就学形式、专业的多。起止时间deganimiz就是boshlangan va oxirlashgan vaqti。一般情况下，我们呢会是从高中或者是大学开始填啊。就是说 masalan men 2005yildan tortib 2008yilgacha高中o'qigan bo'lsam，那这个地方的起止时间我就应该说是什么呀？2005年。ayını deymiz odatda cuma.一般是9月份 maktabga kiramiz, 7 oyda bitiramiz shu vaqtida. 2005年9月至2008年bundaq chekit bilan ham qilsak bo'ladi. 7月学校名称比如说高级中学的o'qigan bo'lsam高级中学，学历高中o'qidim shunaqa。就学形式那不就是sizningki maktabda o'qigan这个shakli hisobda ilaqi bir chetdan ishlab andan bir chetdan o'qiganmi yoki butun shu atdegandan kechgacha shu o'qishlar bo'lganmi degandek 全日制 deb qo'ymizku 全日制 desak miyaga， 那我就说是高中呢，我们一般都是全日制嘛。那就学形式全日制，专业是什么呢？专业就没有了，不也得bir kasb deb ayrılmaydı高中的。然后呢，我再分大学那个yazgan vaqtimizda，那我2008年 maktab bitasam 2008年9月到2012年7月，学校名称 masalan 新疆大学，学历本科o'qidim，就学形式全日制o'qish，那专业俄语 rus tili degandek。那undan keyin那ish qilib yana o'qigan bo'lsangiz，那你就继续往下说。2012年至2015年，学校名称新疆大学，学历研究生，就学形式全日制，专业还有国际教育degandek。就是说，你们miyaga butun shu o'qigan tarixingizni yozasiz. Ustiga nima degan bo'lsa, shuni yozasiz. Ostiga 工作经历 debdi. 工作经历 sizningki shu xizmat tarixingiz。起止时间、工作单位、部门、职务证明人debdi. 那就是起止时间o'qish qachondan qachongacha nada ishladingiz. 比如说你几几年几月几日
工作单位什么什么地方，比如说2015年至2017年工作单位新疆大学部门，比如说基础部的职务教师证明人那shu vaqtdagi主任bo'lamdi ya birasini yezib qo'ysak bo'ldi谁的。那这个工作qancha yil ishlagan bo'lsangiz你就写多少个啊，写多少个。然后呢，职业技能与特长，按ostdagi职业技能与特长，这个职业技能deganimiz就是说sizningki mushu kasbdagi biror bir texnikangiz yoki bo'lmasa alohidaligingiz nima deganga. Siz mushu qaysi jihatda mahoratingiz bor, 或者说buni bunday tushunsak bo'ladi. Qo'limizni qanday kinishkalar bo'lgan bo'lsa, bir şeyga yozsangiz bo'ladi. 比如说计算机 degan bo'lsangiz, masalan meniki mushu kompyuter jihatdan xeyli qo'limdan ish keladi degan bo'lsak, 计算机 deb keyingi 技能描述。你说2 darajada o'tab bo'ldim, bunda 什么办公软件 什么 office 这些全部我都会，都没有问题 deb degan vaqtimizda mushlarning keyiniga to'ldirib mangasiz. Andan keyin 比如说我这个普通话等级呢是1级1等 degandek， 那我这个可以很流利的说好这个普通话，然后跟别人的沟通啊，或者说什么都没有方便的，都很方便的。就是说алдыгымда кинишкеңиздин кейиниге андан keyin yana aşı jihatdagi yana qanday ortiqchiligingizningki borligini mishaga yozsangiz bo'ladi. Andan 其实呢mushu ortiqchiligingizni qanchalik mo'l, qanchalik yaxshi yozsangiz 对你自己来说呢是越好的啊。当然bu yezib qo'ygan ortiqchiligingiz amaliyotga uyg'un bo'lishi kerak. O'zingizda yo'q narsalarni yezib qo'ysangiz bo'lmaydi.那按astiga debdi 郑重声明，本人保证以上所填资料属实。那 ustidagi mushu yozgan narsamniki hammasi rost ekanligiga kapolat qilaman debdi. 否则一切后果自负，bo'lmasa barliq mas'uliyatni o'z ustimga olaman debdi. Buningga demak sizningki mushuning ustidagi uchurlarning hammasiniki rost ekanligiga kapolat qilishingiz kerak degan gap. 好，这是一份个人履历表，会填了吗？会填了吗？基本上都是这些信息啊。asosiyatdan shu mushichilik mazmunlar bo'lib mangdi。主要是我看这个地方是4个部分是吧？birinchisi基本信息 asos uchur, andan keyin o'sha o'qish tarixingiz, xizmat tarixingiz, andan keyin ortiqchiligingiz, alohidaligingiz degandek 4 bo'limga bo'linibdi. 这是我们学填表格。那今天我们这个后面的练习里面没有填表格。那unda xusus mushu kitobdagi mushu表格ni qanday qilib mushuning ustiga bir to'ldirib yetinglar. Chunki mushu bugungi topshiriq bo'ladi. 好，那接下来呢，我们来看一下我们的这个看一看学一学，看一看学一学。这些都是一些什么呀？安全标志啊，mushu bexatarlik belgileri ekan。那我们来看一下第一个，这样子一个箭头，这样子一个箭头，这是什么呀？小心触电，小心触电，那就是tok so'qib etishdan ehtiyot qiling degan belgi ekan. Jumma bu. Ikkinchisimi ashunga o'xshab qoldi ekan, lekin ikkinchisi bunda uchbejekning o'rtasida boshqa rang yo'q ekan shunaqa. 然后呢，这个是什么呀？小心高压电，高压危险的ostida xatda bor ekan bu. 那就是高压deganimiz yuqur besim. 那高压危险degan chaqda yuqur besimni tokdan ehtiyot qiling degani ya. 然后面的bir tal turba 有一个水龙头，水龙头下面好像有一些个蒸汽热水，那suv chiqayotgandek, o'ch chiqayotgandek，那这是什么呀？当心蒸汽和热水的，那就是当心蒸汽，小心蒸汽。那 o'rdan ehtiyot qiling的，o'rdan。下面画了一个人，bir kichik odam ekan, ustidan bujmalar tushib ketib beribdi。那小心高空坠物，那这是什么呀？就是egizdan narsa tushib zaxmlantirib qo'yishdan ehtiyot qiling debdi.
然后呢，这个地方有一个火柴，那才来一根，能的根么的，又有一个这个圆里面而且还打了个叉，那意思就是禁止带火种。那禁止带火种，这是什么呀？Ot manbasini ilib yürüş çekilenidu diyen gibi。然后下面一个呢，这是一个手机，yanfone。那udomumunda çekilibittu，那就是禁止接打手机。那yan telefon uruş iliş çekilenidu，是吧？uruş iliş çekilenidu。那下面这个呢，是一个人，他戴了一个安全帽，戴了一个安全帽。那这是一个什么呀？要戴安全帽，你们şu bexatarlik qalpıqını kiybiliş gerek demek ekan。然后呢，后面这个是谨防滑倒，这里不是有一个小人，bu adam tilip qilib ketibdi，那就是小心滑倒。那tilip ketishdan ehtiyot qiling debdi。那后面一个 undash belgisiga 注意安全 bexatarlikka diqqat qiling degan gap。下面这个呢是bir narsa portlab ketibdi, chumumiga chachrab ketibdi，这是当心爆炸，当心爆炸。那 portlashdan ehtiyot qiling degan gap。然后这边是mundaq bir tomninki bir bujaklari pastga tushib ketibdi，那是当心塌方debdi，那就是说ko'mirilib tushishdan ehtiyot qiling debdi。最后一个miyada bir daliliqi shamoldurg'uga o'xshash，那这个是什么呀？当心电离辐射当心电离辐射，那就是ionlashish va 这个radiatsiyadan ehtiyot qiling degan gap。好，那这个呢，跟老师一起来读一下：小心触电，小心触电，小心高压电，小心高压电，小心蒸汽，小心蒸汽，小心高空坠物，小心高空坠物，禁止带火种，禁止带火种，禁止接打手机，禁止接打手机，要戴安全帽，要戴安全帽，小心滑倒，小心滑倒，注意安全，注意安全，当心爆炸，当心爆炸，当心塌方，当心塌方，当心电离辐射，当心电离辐射。好，那亲爱的同学们，我们的作业跟以前一样，把这个表格填完，然后词句、例示、造句，其他的地方要多读一读，把今天的这个安全标志呢记住都讲的是什么东西。那今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。